Jigarlar, bugun 25-mart. Bu video 25-mart kuni joylanyapti va shu kundan boshlab 25-aprel kunigacha bemalol realchilarga jo'natib tashlayverasizlar. Mart oyi ortda qoldi va bu videoda aprel oyidagi jamoamiz Real Madridda o'yinlar haqida gaplashib o'tib ketamiz. Video boshlanmasdan oldin bitta like bosib qo'yishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Qani ketdi. Jamoamiz Real Madridda aprel oyidagi birinchi o'yini 4-aprelga to'g'ri keladi. Soat 19:15 da ekan, voqliroq Mallorkaga qarshi La Liga doirasida 30-turda to'qnash keladi. Mallorka mehmoni bo'ladi jamoamiz Real Madrid. Oradan ko'p vaqt o'tmay 7-apreldan 8-aprelga o'tar kechasi tungi soat 00:00 da jamoamiz Real Madrid Chempionlar Ligasiga qaytadi. Chorak final o'sha hammamiz kutgan Real Madrid hamda Bavariya to'qnashuvi bo'lib o'tadi. Bilaman, ichingizda qanaqadir Realga ishonchsizlik bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin har doim aytaman jigarlar, bu narsani yo'qotinglar. 1% ham qolmasin, faqat ishonamiz va jamoamiz Real Madrid keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritadi, xudo xohlasa. Undan keyingi to'qnashuv bo'lsa 11-apreldan 12-aprelga o'tar kechasi tungi soat 00:00 da La Liga doirasida 31-tur Bernabeu stadionida jamoamiz Real Madrid Kataloniyani Girona klubini qabul qiladi. Undan keyingi to'qnashuv bo'lsa Bavariyaga qarshi javob uchrashuvi 15-apreldan 16-aprelga o'tar kechasi tungi soat 00:00 da jamoamiz Real Madrid Allianz Arenada Bavariya mehmoni bo'ladi. Undan keyingi to'qnashuv ham La Liga doirasida 33-tur 22-aprel kuni soat 21:00 da boshlanar ekan Bernabeu stadionida Real Madrid Deportivo Alavesni qabul qiladi. Va aprel oyini yakunlab beradigan to'qnashuv 25-aprel kuni soat 9:00 da ekan, bu ham 21:00 da Real Madrid Betis mehmoni bo'ladi. Bu so'nggi uchrashuv bo'ladi aprel oyidagi. Undan keyin yana may oyida bizani ajoyib to'qnashuvlar kutib turadi. Xullas jigarlar, jamoamiz Real Madridda aprel oyida bo'lib o'tadigan o'yinlar haqida to'liq ma'lumot berdim. Erinmasanglar bitta like bosib ketinglar, realchilarga maksimalni jo'natinglar. Kommentariyada o'zingizlarning izohinglarni yozib ketinglar. Qaysi klubga qarshi jamoamiz Real Madrid qiynalishi mumkin? Va har doim aytadigan gapim, realchilarni eng zo'rlari, mushiklari bizning sahifada yig'ilgan. Podpiska bosib qo'yishni ham esdan chiqarib qo'ymanglar. Hammalarga rahmat. Aprel oyida jamoamizga omad tilaymiz. Salomat bo'linglar.